Yurtimizda keyingi 8-9 yil ichida qurilish ishlari hajmi sezilarli darajada ortdi. Ayniqsa aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini qoplash maqsadida sifatli uy-joylar qurib foydalanishga topshirish tizimli yo'lga qo'yildi. Birgina Xorazm viloyatida 2016-2024 yillarda jami 660 ta ko'p qavatli uylar qurib foydalanishga topshirilgan edi. Shuni ham alohida ta'kidlash kerak. Daromadi yuqori bo'lmagan 962 ta ehtiyojmand oilaga 2025-yilda 260 milliard so'mdan ortiq subsidiya mablag'lari to'lab berildi. Shuningdek, birlamchi va ikkilamchi bozordan uy-joy sotib olish uchun 3800 tadan ortiq fuqarolarga 946 milliard so'm ipoteka kreditlari ajratildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan birgina 2025-yilda 7000 xonadondan iborat 200 ta uy-joy qurilishi belgilanib, ko'zlangan natijaga erishildi. O'tgan 2025-yil Xorazm viloyati uchun infratuzilma va qurilish sohasida katta o'sish hamda yangi loyihalar boshlangan yil bo'ldi. Mahalliy va xalqaro mablag'lar hisobidan amalga oshirilgan ishlar aholi hayotini yaxshilash, transport, ijtimoiy obyektlar va sanoat infratuzilmasini mustahkamlashga qaratildi. Viloyatda Urganch shahrida Al-Xorazmiy shaharchasi va 7 ta tumanda yangi O'zbekiston massivlari qurilishi jadal suratlarda olib borilyapti. Qurilish sohasida berilgan keng imkoniyatlar natijasida viloyatda B va C toifadagi reytingga ega 100 tadan ortiq korxonalar paydo bo'ldi. 2025-yilda jami 7000 ta xonadonli 200 ta uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, Yangi O'zbekiston massivlarida 2600 ta xonadonli 80 ta ipoteka asosida 4400 ta xonadonli 120 ta uy-joylar foydalanishga topshirildi. Daromadi yuqori bo'lmagan 962 ta ehtiyojmand oilalarga 260 milliard so'mdan ortiq subsidiya mablag'lari to'lab berildi. Shuningdek, birlamchi va ikkilamchi bozorda uy-joylarni sotib olish uchun fuqarolarga 946 milliard so'mlik ipoteka kreditlari ajratildi. Tijorat banklari tomonidan ko'p qavatli uy-joylar qurilishi uchun 34 ta pudratchi tashkilotlarga 61,4 milliard so'mlik kredit mablag'lari ajratildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilgan loyiha Al-Xorazmiy shaharchasi. Shahar ichidagi shahar tamoyili asosida tashkil etilgan loyihaning umumiy maydoni 130 gektardan ortiq bo'lib, u nafaqat turar joy, balki to'liq infratuzilmani o'z ichiga olgan zamonaviy makon sifatida shakllanmoqda. 2022-yil 29 avgust kuni davlatimiz rahbari tomonidan shaharcha qurilishi poydevoriga ramziy kapsula qo'yilib, loyihaga rasman start berilgan edi. Majmua hududida Al-Xorazmiy nomidagi universitet, ixtisoslashgan maktab hamda 2 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi faoliyat boshlagan. Shuningdek, qo'shimcha ta'lim muassasalari va bolalar bog'chalari qurilishi davom etmoqda. Yo'ldosh ota Jumaniyozov salkam 90 yosh, umrining asosiy qismi qishloqda o'tgan, oddiy paxsa uyda yashagan. Bugun farzandlari ardog'ida bo'lgan otaxon Xorazmning eng go'zal manzili Al-Xorazmiy shaharchasida dilbandlari sovg'a qilgan uyda istiqomat qilyapti. Umuman olganda vohadagi qurilishlar infratuzilmani modernizatsiya qilish, mahalla ichki xizmatlarini yaxshilash va aholining yashash muhitini qulaylashtirish yo'naltirilgan. Mazkur turar joy majmuasida yashil energiya tamoyiliga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu quyosh panellarining mamlakatimizga olib kirilishi va o'rnatilishi jarayonlari bojxona organlari tomonidan doimiy va tizimli ravishda monitoringdan o'tkazilib, tizim orqali tasdiqlanishi ta'minlanib kelinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Xorazm viloyatida 2023-yildan buyon 194 megavatdan ortiq bo'lgan quyosh panellari jami 12 mingga yaqin obyektlarga o'rnatilgan. Va biz mana hozir Urganch shahridagi Al-Xorazmiy shaharchasidamiz. Bu yerda ham 184 ta uy-joylar qurilishi rejalashtirilgan. Mana ko'pchilik uy-joylar qurib bitkazilgan. Ularning barchasiga quyosh panellari qo'yilgan. Quyosh panellari barqaror va toza energiya manbai hisoblanadi. Nafaqat elektr energiyasi bilan ta'minlashda mustaqillikni oshiradi, balki havo va suvni ifloslantiruvchi chiqindilarni kamaytirib, atrof muhitni muhofaza qilishga xizmat qiladi. 2025-yil uchun belgilangan rejalar doirasida Xorazm viloyatida 2938 ta obyektda 34,3 megavat quyosh panellari o'rnatilishi ko'zda tutilgan edi. Bojxona xodimlari tomonidan o'tkazilgan monitoring natijalariga ko'ra 5771 ta obyektda umumiy quvvati 137,188 megavat bo'lgan
quyosh panellari o'rnatilishiga erishildi. Shu tariqa viloyatga belgilangan reja ko'rsatkichi 402% ga bajarilishi ta'minlandi. Xususan, ushbu Al-Xorazmiy turar joy massivida 112 ta qurilishi yakunlangan ko'p qavatli uylarda 2023-2025 yillar davomida 2025 kilovat quyosh panellari o'rnatilgan. Bundan tashqari, qurilishi tugallanmagan 72 ta uylarda 1500 kilovatga yaqin quyosh panellari o'rnatilishi rejalashtirilgan. Shu o'rinda aytish lozim, elektr energiyasidan tejab oqilona foydalanish davrning talabi, chunki kundalik hayotimizda elektr energiyaga bo'lgan talab yildan-yilga ortib bormoqda. Jumladan, maishiy darajada energiya tejash choralarini keng joriy etish muhim ahamiyatga ega. Keng tarqalgan amaliyot LED yoritish moslamalarini o'rnatish bo'lib, hozirda bu borada Xorazm viloyatidagi uy xo'jaliklarining 90% dan ortig'i svetodiodli yoritishga o'tgan. Shuningdek, aholi o'z xonadonlariga quyosh panellari o'rnatish orqali samaradorlikka erishib, davlatga ham elektr energiyasi sotib, daromad ham ko'ryaptilar. Biza 2025-yil may oyida xonadonimga 20 kilovatli quyosh panelini o'rnatdik. Bu orqali nafaqat elektr energiyani tejash, balki undan daromad olish imkoniyati ham paydo bo'ldi. Hozirgi kunda men 24-may 2025-yil quyosh panelini xonadonimizga o'rnatgan bo'lsak, hozirgi kungacha iste'molimizdan tashqari 14 million so'm elektrosетga shu elektr sotish imkoniyatini berdi. Xorazmda, aniqrog'i Tuproqqal'a tumanida yaqinda faoliyatini boshlagan Fransiyaning Voltalia kompaniyasi tomonidan quyosh fotoelektrostansiyasi barpo etildi. 180 gektar maydonga joylashtirilgan loyiha doirasida 180 mingdan ortiq ikki tomonlama quyosh panellari, 350 dan ortiq invertorlar hamda 3 kilometrlik elektr uzatish liniyasi qurildi. Bu stansiya O'zbekistondagi yirik yashil energiya loyihalaridan biri hisoblanadi. Fotoelektrostansiya yiliga 254 million kilovat yashil energiya ishlab chiqaradi. Bu viloyatning elektr energiyasi iste'molining 11% ni tashkil qiladi. Natijada Tuproqqal'a tumanining yillik energiya iste'molidan ortgan 40% energiya qo'shni tumanlarga yo'naltiriladi. Mazkur Tuproqqal'a tumanida joylashgan quyosh fotoelektrostansiyasini barpo etish uchun 2025-yil davomida jami 41 million AQSh dollari miqdoridagi xom ashyolar va materiallar import bojxona rejimiga rasmiylashtirildi. Ushbu tovarlarning vazni 14,8 ming tonnani tashkil qiladi. Asosan mahsulotlar Xitoy Xalq Respublikasidan import qilindi. Mazkur tovarlar davlatimiz tomonidan tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlar yordamida korxonaning bevosita o'ziga tushirilishi ta'minlandi. Bu tadbirkorlarga ham vaqtini, ham xarajatlarini tejashga yordam beradi. 2025-yil davomida mazkur tashkilot tomonidan 74,5 milliard so'mlik bojxona to'lovlari davlat byudjetiga undirildi va davlatimiz tomonidan berilgan imtiyoz va preferensiyalardan foydalangan holda umumiy qiymati 15,5 milliard so'mlik bojxona to'lovlaridan imtiyozlar qo'llanildi. Ya'ni mazkur tashkilot ushbu to'lovlarni to'lashdan ozod etildi. Bu ham tadbirkorlarga yaratilgan qulayliklardan biri desak bo'ladi. Quyosh energiyasi kelajak tanlovi. Ayniqsa serquyosh O'zbekistonimiz uchun tabiiy resurslarni tejash va oqilona foydalanishni ta'minlaydi. Aholi farovonligi va mamlakatimizning energiya mustaqilligini mustahkamlashga xizmat qiladi.